Assalomu alaykum. Ismim Shahzod. Biz endi YouTube'da bizni birinchi videomiz. Bugun sizga Avtovandan Fav Tiger VR refrigeratorini obzor qilamiz. Keling buyoqroq. Eng katta plusi ko'rishingiz mumkin multirol, konditsioner, monitor, 4 xil kamera, 6 tali korobka peredachasi bor. Muzlatib qo'yadigandan. Bu hali hammasi emas. Buni bitta motor qismini ham ko'rishimiz mumkin. 130 ot kuchi. Benzin varianti. Metani ham tushadi, azob bermaydi tog'ajon. Aynan siz uchun. Keling buyoqroq keling, arqadan qolmang. Eng qiziq va kerakli joyi arqadan ko'rishingiz mumkin. Yangida 15.1 kubli -5 dan -20 gacha sovutadi. Qo'llari alyumin. Farmatsevtika, magazin deysizmi, hammasi uchun zo'r. Ko'rishingiz mumkin, 4 ta rezinka qalin. Qo'limdan kattaroq ekan. Bu hali hammasi emas. Xohlasangiz arqadan ikkita eshigi bor. Aytgancha qo'lli. Ana bunaqa narsalar ham bor. Azob yemaysiz. Qo'llari bor. Biqindan ham yo'li bor. Rezinkalari вообще четкий. Ko'rishingiz mumkin. Polniy ichi refrigerator -5 dan -20 gacha sovutib beradi. Balonlari 15,5. Ko'rsang bitta. Kera tog'ajon siz не только yuk tashish, farmatsevtika, refrigerator не только o'zingiz uchun ham eng komfort. Hozir bitta salon kiramiz. Shuna kelasiz bittaga. Tamam. Multirol deysizmi, aytganimdek, monitor, kamera deysizmi, kamera qo'yaman. Konditsioner bor, arqa oldin, hammasi cho'tki. Mazza qilib ketasiz tog'ajon, azob yeyish yo'q bera. Srazu o'tirdingizmi, mashina yo'qdingizmi? Qo'shiqcha. Nima deysiz? Buni faqat nasib bo'lsa Buxoroda Bornal ichida kerak bo'lsa kelasiz. Bitta test drive qilamiz. Ma'qul bo'lsa bosamiz tog'ajon. Avtovan birinchi o'rinda.